Shahvoniy tus olgan surat va filmlarni ko'rishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Shahvoniy tus olgan surat va shahvoniy tus olgan filmlarni ko'rishning hukmi nima? Bundaq ahvolda zinoga o'xshash gunoh shakllanadi. Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ayol yoki erning avratining ochilishi inson tabiatiga zid keladigan bir ish bo'lg'achqa, Adam bilan Havo onamiz cheklangan daraxtdan yeb avratlari ochilib qolgan chog'da uni darhol yo'gib olgan. Haq Taolo aytadi: Mo'min erlarga aytqinki, haromga tikilib qaramasin, avratlarini saqlasin. Yana mo'min ayollarga aytqinki, haromga tikilib qaramasin, avratlarini saqlasin. Nur surasi 30-31-oyatlar. Buningga asosan yarim yalang'och shahvoniy tus olgan surat va filmlarni ko'rish shar'iy jihatdan harom. Musulmon kishi bundaq narsalarni ko'rishdan qat'iy yiroq turishi lozim. Bundaq surat filmlarni ko'rish dilni qaraytib, g'aflatda qoldiradi. Alloh taoloni unutishga olib boradi. Natijada kishi og'ir gunohlarni qilib soladi. Taat ibodatlarning ajrini yeb tugitib etadi. Albatta, buni ko'rganlarning ko'z quloqlari qiyomat kuni so'roqqa tortiladi. Alloh taolo ko'z, quloq va dil bularning hammasi o'zining qilmishidan mas'uldir deydi. Yana bu turli ishlar oxiri zinoga olib berishi mumkin. Zinoga muqaddima bo'ladigan ishlarning hammasi haromdir. Haq Taolo aytadi: Yana zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir. Nima degan yomon yo'ldir. Bundaq narsalarni ko'rishning yuqoriqilardan boshqa psixik jihatdan, ijtimoiy jihatdan, shundaqla sahiya jihatdan nurg'un ziyonlari bor. Dindor kishi bularni ko'rsa, orqadilla gunoh his qilib vijdoniy azobga qoladi. Natijada butun ishlariga ta'sir qiladi. Turmushida shaytonga yo'l ochiladi. Agar bularga xumor bo'lib qaradigan bo'lsa, bu xumor oq zaharga xumor bo'lgandan yomonroq bo'lishi mumkin. Chunki buni kishilar oq zahardek xatarlik deb qaramaydi. Natijada uninga chora izlashda oq zaharga chora izlaganda kuchab ketmaydi. Shahvoniy suratlar insonning ma'naviyatida ma'lum ta'sirlarni qoldiradi. Qaragan kishining shahvatini qo'zg'ab, fitna fasodga soladi. Shahvoniy filmlarni ko'rib odatlanib qolsa, ba'zi ayollarga erlari yaramay xatini oladigan, erlariga xotinlari yaramay talaqini beradigan ahvollar kelib chiqishi mumkin. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayol kishi bilan yalang'och quchoqlashmasin. Bo'lmasa uni eriga sifatlab berib, ko'rganda qilib qo'ydi degan. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayol kishini boshqa bir ayolning avratini ko'rishdan to'sgan. Ko'rsa, keyin u ayolning husn jamolini eriga sifatlab bersa, eri u ayolga maftun bo'lib qolishi mumkin. Bu erning xiyol qilishiga munosabatli bir ish. Agar undaq sifatlab bermay, u ayolni bevosita yalang'och holatda ko'rsa qandoq bo'lmoqchi? Bir ayolning husnini xiyolida o'ylashdan bundaq natija kelib chiqadigan bo'lsa, shahvoniy filmlarni ko'rishdan kelib chiqadigan oqibat taxmi og'ir ham xatarlik bo'lmasmi? Bu yerda shuni aytib o'tish kerakki, biror olimmi ijtihod qilib bundaq narsalarni ko'rishni joiz deb baqqani yo'q. Balki boshqalarning avratlariga qarashning haromligida barliq olimlar ittifoq. Avratdan boshqa a'zolarning zinosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Abu Hurayra rivoyat qilgan mono so'zligidanmi kichik gunohlarga o'xshaydigan narsani ko'rmadim. Abu Hurayra Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mundaq deganligini rivoyat qilgan. Alloh haqiqatan insonga zinodan bo'lgan nasibasini putib atgan. Buni ko'rmay chora yo'q. Masalan, ko'zning zinosi qaramoqdir, tilning zinosi so'zlamakdir. Insonning nafsi arzu qiladi va xohlaydi. Avrat bo'lsa, uni rostga chiqaradi yoki yolg'onga chiqaradi. Yana bir rivoyatda Alloh haqiqatan insonga zinodan bo'lgan nasibasini putib atgan. Buni ko'rmay chora yo'q. Masalan, ko'zning zinosi qaramoqdir, quloqning zinosi anglashdir, tilning zinosi so'zlamakdir, qo'lning zinosi tutishdir, putning zinosi berishdir. Dil bo'lsa havas qiladi va xohlaydi. Avrat bo'lsa uni ro'yobga chiqaradi yoki yolg'onga chiqaradi. Bu hadisdagi kichik gunohlar degan so'z Alloh taolaning bular shundoq kishilarga kichik gunohlarni hisobga olmaganda gunohlarning cho'nglaridan va qabihlaridan saqlanadiganlardir. Haqiqatan Parvardigoring mag'firati keng zotdir degan so'zidagi kichik gunohlarning tafsiri bo'lib, bu oyatning ma'nosi kichik gunohlardan boshqa gunohlardan saqlanadiganlarga kichik gunohlar mag'firat qilinadi deganlik. Bu mazmun ma'vu oyatning mazmuniga o'xshaydi.
Agar sizlar man'iy qilinayotgan gunohlarning cho'nglaridan saqlansanglar, sizlardan gunohlaringlarni yo'yib o'tamiz va sizlarni esil makonga kirgizamiz. Nisa surasi 31-oyat. Demak, bu ikki oyatning ma'nosi shuki, cho'ng gunohlardan saqlanish kichik gunohlarni yo'yib o'tadi. Bu kichik gunohlarni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma hadisda qarash va tutish qatorliqlar bilan sharhlagan. Bu oyat hadislardagi kichik gunoh degan gunohlar boshqa cho'ng gunohlarga nisbatan kichik bo'lgani bilan bularga sal qarashga bo'lmaydi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Aisha radhiyallohu anhoga: "Ey Aisha, ko'zga ilmaydigan gunohlardan saqlaning, chunki Alloh tarafidan uni surishti qilg'uvchi bor" degan. Imom G'azali deydi: "Dilning qariyib ketishida kichik gunohlarning ko'p bo'lishining roli zo'r. Bu xuddi suv tomchilari tosh ustiga to'xtamay tushib turganiga o'xshaydigan bo'lib, suv tomchilari yumshoq bo'lganiga qaramay qattiq toshda o'ri paydo qilib etadi. Hamda bu namahramga qarash kichik gunoh bo'lgani bilan boshqalar zina qilayotgan ahvolni ko'rish uningdan cho'ngroq gunoh bo'lishi turg'anli gap. Shunga bunda gunohlarga sal qaramaslik, qat'iy yiroq turish, qilib salgan ahvolda darhol tavba qilib taat ibodatlarni ko'p qilish lozim. Yoshlar imkoniyati bo'lsa burunroq to'y qilishga aldirishi lozim. Kechikkan ahvolda shahvoniy ko'rinishlardan yiroq turish, foydali faoliyatlar bilan mashg'ul bo'lish, tantarbiya qilish, namozlarni vaqtida jamoat bo'lib xushu bilan o'qishga tirishish, yaxshi do'stlar bilan hamroh bo'lib o'zaro haqni tavsiya qilish, ro'za tutib shahvatini kesishi lozim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zlab berganki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Rasululloh: "O'ylanishga qodir bo'ladigan odam o'ylansin. Chunki u ko'zni qarashdan, avratni zinodan texmi yaxshi saqlaydi. Qodir bo'lolmagan odam ro'za tutsin. Chunki ro'za uningga nisbatan shahvatini kesadigan qalqondir" dedi. Bundaq surat filmlarni ko'rish harom bo'lib qolmasdan, yana taxa bularni ishlash, setish va tarqitishmi harom bo'ladi. Balki taxa bundaq qilmishlar cho'ng gunohlar doirasiga kiradi. Haq Taala aytadi: "Iymon aytganlar orasida yomon so'z va qiliqlarning taralishini yoqtiradiganlarga dunyo va oxiratda alamlik azob bordir. Alloh bilib turadi, sizlar bilmaysizlar. Sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, Alloh shafqatlik, nihoyat mehribon bo'lmasa edi, sizlarni qattiq jazolagan bo'lardi." Nur surasi 19-20-oyat. Demak, pak mu'minlar orasida zina fohishiga sabab bo'ladigan axloqsizliklarni yaydigan, tarqitadigan DVDchilar, torxonchilar va shularga o'xshaganlar navoda bularni bilib turib musulmonlarga tarqatsa, dunyo va oxiratda og'ir jazoga uchraydi. Alloh hammamizning iymonini kuchlantirgay, ayib nuqsonlarimizni o'zimizga to'ydirib qo'ygay. Bizdan har turli yomonliklarni yiroq qilgay, cho'ng kichik ma'siyatlardan saqlagay, qilmishlarimizni mag'firat qilavatgay. Amin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 198-numorliq fatvo.